Fantaziyalar jangi davom etadi. Haute Couture 2026 va 2027 Parij moda haftaligi obzorini davom ettiramiz. Bugungi qahramonlarimiz Schiaparelli va Iris van Herpen. Daniel Roseberry esa har mavsum yana hayratlanishning yo'lini topadi. Eng qizig'i, Schiaparelli atelyesida juda katta jamoa yo'q. Taxminan 50-60 kishi xolos. Lekin ularning kreativi har yili couture olamini larzaga soladi. Bu safar Roseberry okean tubiga sho'ng'idi. Uning fantaziyasida jaketlar koralga aylandi. Shimlarni mollyuskalar bilan qopladi. Liboslardan esa osminok shupalchalari paydo bo'ldi. Kolleksiyada hatto satin silikon deb ataladigan material ishlatildi. Undan oqib tushayotgandek ko'rinadigan liboslar, tana shaklini takrorlaydigan korsetlar va o'tkir burchakli jaketlar yaratildi va ba'zi obrazlar haqiqatdan ham yondi. Iris van Herpen uslubi har doim yuqori texnologiyalar bilan bog'liq, lekin bu safar dizayner yana bir qadam oldinga o'tdi va final obrazida hatto plazmadan foydalandi. Illyuziyaga o'xshash tul 30 mingga yaqin qo'lda ishlangan mayda detallar bilan bezatilgan. Obraz ichida maxsus shisha quvurlar joylashtirilib, ularga olovrang qizil iplar qo'shilgan. Eng qizig'i, libos ichida yashirin mexanizm bor. Uni harakatga keltirganda iplar xuddi tanadan taralayotgandek jonlanadi. Rostini aytsam, bu yerda gap oddiy ko'ylak haqida emas. Bu moda, texnologiya va san'at birlashganda haqiqiy konstruksiya. Sizga qaysi dizaynerning ishi ko'proq yoqdi? Kommentariyda yozib qoldiring.